Assalomu alaykum, Tunikofon ishqibozlari. Biz yangi navbatdagi stanoklarimiz tayyor bo'ldi. Xo'sh, bu stanoklarimiz Qirg'iziston Respublikasi Jaloloboddagi doimiy klientimiz Furqat akamga chiqarib berdik. Furqat akamga 330 komplekt berganmiz, endi unga qo'shimcha qilib beryapmiz. Bitta segmentli apparatimiz va hozirgi trendda bo'lgan hamma qimmat fasonlar, high-tech deysizmi, ichki deylar deysizmi, tashqi deylar, hammasini bir cho'laydiganlarni qilib berdik. Shu hozir qilib beryaptigan naborimizda shu hozirgi trendga chiqayotgan Tunikofondagi hamma narsalar bor. Va yana bitta kichkina qo'l jodi ham qilib berdik. Kesishlarni ko'rsatyapmiz. Kesishlari o'ta yengil. O'zlarida buni kattasidan ham qilib berganmiz. 1.30 ligidan mayda ishlarga shundan ham zakaz qilishdi ekanlar. Yana 3.30 stanok. Xo'p. Stanogimiz hamma biladi, 1,5 metrli bo'ladi. 3 santimetrdan 1,5 metrga razmerlar chiqadi. Xo'p, navbatdagisi bu yulduzcha do'ppicha. Doimiy komplektning ichida bo'ladi. Ustakamda bundan yana ikkita qo'lay dedi. Bu ichki delaniki. Ichki dela. Qaysi ko'pchilik jihatdan ham deydi. Shundan chiqaradi. 1,5 ichiga qaytarilgan tunikaga. Tunikalar двойной qilgani ishlatiladi. Xo'sh, bunisi 6 granit kojik deb o'rchalaydigani. Bunisi tashqi delani do'ppichasi. Bu tashqi delani o'zi. Buni ustakam o'zini shablon berdi, o'sha shabloniga qarab yasab berdi. Bu hozir ko'rsatgan kichkina jodichamiz. Bu yoqda yana stanoklarimiz tayyor bo'lyapti. Kimga shunaqa stanoklar kerak bo'lsa, tepada raqam qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishaveradi. Kimga sotib joylaydigandir. Mana chiqarib yuboryaptigan stanoklarimiz. Hammasi bor. Segmentli apparatimiz, ustakam zakaz qilgan gullar. Maltokilarini bu yerga sko'chlab qo'ydik. Furqat aka o'zingiz ham ko'rsangiz, maltokchilaringizni yerga sko'chlab qo'ydim, yo'qolmaydigan qilib. Mana bu narsalar.